aka rahmat. Qancha bo'ldi? Jinnimisan jigar, o'zim to'layman. Ya shahri qo'y. Nima deganing bu? Bir kun senda bor, bir kun menda. Sen taksiga to'layapsanmi hozir? Sen uchun o'rtog'im, yur. Qayerdan qiyo chiqdi jaraga? Akajon ikkita somsa qancha bo'ladi? Nima qilyapsan? O'zim to'layman, Bobur. Ya qo'y, o'zi ikkita somsa olyapman ha. Yo'q, o'zim to'layman. Mana aka. Sen o'zingmisan shahri, tanimayapman seni. Aka mana choy, pulni berib yuboring. Bo'ldi, men beraman. Nima qilyapsan, Bobur? Men turib ketaman ra shunaqa qiladigan bo'lsa, jigar. Ya qo'y shahri, o'zingni boz, men beraman. Yo, bitta choyni pulini bera olmaymanmi o'rtog'im uchun? Tushunmi, o'ngimmi? Sen unaqa emas eding-ku. Sen tualetingni ham pulini to'la olmasding-ku, do'stim. Aka, bu qancha bo'ldi? Lalakon kimga olding? O'zim bo'lamda. Zo'rmi bu? Aha, buni taqsam bo'lki, bola mazza qilib yotadi. Taglik borligini ham sezmaydi. Allergiya chaqirmaydi, namlikni o'tkazmaydi. Nima biz bolaligimizda lalaku bo'lmagan, aka? Bo'ldi aka, men olib qolayman. Ya, jo'ra endi oshirib yubording. Qo'y, o'zim to'layman bolam uchun. Ha, nima qilibdi? Jiyan uchun olib beraman, jigar. Olib qoling. Shahri qo'yib qolyapman. To'rsani babchi kutmayapman men bu narsalarni. Pechenye olib beraymi, pechenye? Yo'q, sen qanday unday o'zgarding, jo'ra? Obbo Shahriyar, qanday unday o'zgardi? O'zi uchun bir so'm rasxod qilmasdi-yu, nimaga menga bunaqa qildi? Sababi nima? Bobur, sirroshni $2000 kerak bo'lib qoldi. Bilasanki, menda o'zi sen uchun shalka emas. O'sha o'g'lingni tagligigacha, yegan somsengacha, ichgan choyingni puligacha berganman-da jigar. Endi seni joying kelib shunaqa paddeshka qilading. Sirroshni jigar. Nimaga? Aytdim, bu nima menga mehribonchilik qilyapti deb. 100 ming rasxod qilib, $2000 pul so'rayapti. Marketingmi bu? Yo shunaqa yo'lga o'tdinglarmi, do'stlarim?